Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga bir bemorim haqida gapirib beraman. Bu bemorimizda juda ham qiziq holat bo'lgan. Bemorimiz 10 yildan beri befarzandlikka shikoyat qilib kelganlar. Biz tekshiruvlar o'tkazganmiz. Bemorda azospermiya, ya'ni erkaklik bepushtligining eng og'ir varianti, ya'ni spermogrammada hamma ko'rsatkichlari 0. Bir dona ham urug' hujayrasi yo'q. Bemor juda ham ko'p joylarda, afsuski juda ham ko'p joylarda davolangan, turli xil dori-darmonlar qabul qilgan, gormonlar qabul qilgan. Lekin umuman o'zgarish bo'lmagan, urug' soni foizi 0, 10 yildan beri 0 chiqavergan. Biz chuqurroq tekshiruvlarni qilganimizda shuni anglab yetdikki, bemorda ikkala tomonda ham urug' yo'llari tug'ma rivojlanmaganligi aniqlandi. Tug'ma rivojlanmagan, bunday holatda hech qanday lecheniya, hech qanday dori-darmon bemorga yordam bermaydi. Chunki urug' yo'llari yo'qligi hisobiga urug' hujayralari baribir chiqa olmaydi. Moyakning ichida urug' bo'lishi mumkin, lekin urug' yo'li yo'q bo'lganligi uchun spermogrammada barcha ko'rsatkichlari 0 turaveradi. Bemorga shu narsani tushuntirdik. Bemorda faqatgina birgina yo'l bor, ya'ni eko orqali farzandli bo'lishi mumkin. Biz amaliyot bajardik. Moyak ichidan urug' izlash TS amaliyotini juda ham ko'p urug'lar chiqdi. Bemor eko orqali xohlagancha farzandli bo'la oladi. Lekin oradan 10 yil vaqt o'tgan. 10 yil vaqtning ichida bironta shifokor shu urug' yo'llari yo'q bo'lishi mumkin degan bir tasavvurni ham bermagan. Urug' yo'llari tug'ma yo'q bo'lishi mumkin. Bu maxsus genlarga bog'liq genetik analizlarda namoyon bo'ladi yoki-da umuman bemor kelganda oddiy palpatsiya usulida, ya'ni moyak sohasini palpatsiya qilib ushlab ko'rib aniqlash ham mumkin. Urug' yo'li bormi yoki yo'qmi? Agar chuqurroq tekshirish kerak bo'lsa, o'sha genetik tahlillar kerak bo'ladi. Bunda ham shu urug' yo'llari tug'ma rivojlanmaganligi aniqlanadi. Bu voqeadan xulosa nima qilish mumkin? Xulosa qanday xulosa chiqarish mumkin? Bemorlar, juda ham ko'p bemorlar bor, foydasiz bo'lgan lecheniyalar, zararli bo'lgan lecheniyalarni olib yurgan bemorlar bor. Shuning uchun doim sizda qandaydir kasallik bo'lsa, aynan shu kasallikni mutaxassisiga murojaat qilishingizni so'raymiz. Bo'lmasa bekordan umringiz va vaqtingiz va mablag'ingiz o'tadi. Mablag'ingiz ketadi. Agar sizda bepushtlikning har qanday turi bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Sizga eng zamonaviy yechimni qilib beramiz.